Bu yo'l sarlavha va mundarijadan iborat, sahifalari oppoq kitob. Siyohi qon, qalami jon bo'lganlar kelsin. Bu yo'l intihosi va ibtidosini hech kim bilmaydigan baliqlari so'qir daryo, qayig'i nur, yelkani hur bo'lganlar kelsin. Bu yo'l daraxtlar va maysalarni emas, ildizlarni tebratadigan shamol, vaqtga mehmon, vaqtga mezbon bo'lganlar kelsin. Bu yo'l nigohlarni ekib nigohlar bilan sug'organda atirgul unadigan tuproq, gardanida dor, qo'llarida tor bo'lganlar kelsin. Kitobni ochamiz, daraxtning tanida muzlagan, quyoshning nurlarini yalab tilida jarliklar rasmini chizgan olovni suv qilib beramiz chaqaloqlarga. Kitobni ochamiz, sahroda yo'llardan barxanlar yasab, yurakdan qo'r olib ketgan karvonni, to'smagan shamolni burdalab kesib, nay qilib beramiz chaqaloqlarga. Bu yo'lda ulg'aygan odamzod bir kun boradi zinasi nurli qasrga. Qasrning ichida muqaddas bir taxt, taxtda o'ltiradi ulug' donishmand. Donishmand qo'lida ochiq bir kitob, kitobda ayondir erk va haqiqat. Bu yo'lda ulg'aygan odamzod bir kun yetadi quyoshning qarorgohiga. Quyoshdan taralar munavvar nurlar, nurlarning so'ngida ilohiy surat. Suratda tanirkan o'zin odamzod, yurakdan keladi ilohiy sado. Men Xudo, men Xudo, men Xudo.